Assalomu alaykum hammaga. Men bugun mana shu o'qigan kitobim haqida ozgina aytib bermoqchiman, boshqalar bilan ham bo'lishib. Bu kitob nima haqida? Nimalarni o'rganishimiz mumkin? Shu haqida ozgina aytib bermoqchiman. Kitobni sizlar ham bu haqida o'qib, keyinchalik sizlarga kerak kitobmi, kerak emasmi, o'qishinglar kerakmi, kerak emasmi deb aniq qilishingiz uchun maslahatim. Lekin hozir shu oila qurmoqchi bo'lib turgan qiz va o'g'il bolaga, undan tashqari turmush qurgan bo'lsa ham, kim bo'lsa ham shu qiz va o'g'il bolaga tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham zo'r kitob, juda zo'r. Mana shu islomda muammo va yechimlar oila deb yozib qo'yilgan. O'zi ustida muqovasi bilan aytib turibdi nima haqidaligini, menimcha. Lekin judayam foydali kitob. Agar shu kitobni o'qib chiqib, agar amalda qo'llaydigan bo'lsak, menimcha hayotimizda muammolar bo'lmaydi va yoki bo'lgan taqdirda ham biz ulardan qanaqa chiqib ketish mumkinligini yoki qanaqa yechim topishimiz mumkinligini juda ham yaxshi bilib olamiz. Judayam foydali va kerak bo'lgan kitob har bitta insonga, chunki menimcha hamma shu oila quradi. Oila qurgandan keyin farzandli bo'ladi. Hammaning oilasida baribir har xil muammolar bo'ladi, qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Shunaqa vaqtda bizga judayam har xil fikrlar yoki qanaqadir yechimlar kerak bo'ladi-da baribir. O'sha paytda nima qilish mumkinligini, misol uchun o'z hayotimizda shunda olib yonimizda olib yursak ham, har qanaqa kerak vaqtda olib o'qib yana esimizga solib amalda qo'llasak, menimcha juda ham foydali bo'ladi va muammoga yechim topiladi deb o'ylayman. Undan tashqari islomda deb yozib qo'yilgan. Islomda eng yaxshi va to'g'ri yo'l o'rgatilgan. Payg'ambarimizning hayotlari va ularning ahli ayollarini ko'rsatib yoki ularni hayotlarini nima qilganlarini ular aytib yechimlar berilgan. Lekin juda ham foydali kitob. Men o'qib chiqyapman. Juda ham har tomonlama, hamma tarafidan o't-ido etib berilgan. Qayerda nima qilish kerak, nimadir bo'lsa nima qilish kerak, misol uchun har bitta, misol uchun ayol uchun ham, erkak uchun ham, misol uchun nima deydi, nima qilish kerakligi, haq-huquqlari, hamma narsa ochiq oydin etib yozib berilgan. Albatta islom taraflama o'rgatilgan. Menimcha bu eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Deb o'ylayman emas, to'g'ri yo'l. Rostdan ham. O'shaning uchun ham har bitta o'sha boshlangda ko'proq menimcha oila qurmoqchi bo'lgan qiz yoki o'g'il bola o'qib chiqishi juda ham foydali deb o'ylayman. Lekin endi oila qurib bo'ldim-ku, menga kerak emas demaylikmi. Lekin oila qurganligi ham foydasi beradi deb o'ylayman. Chunki hozirgi bo'layotgan ularni qiyinchiligi bo'lishi mumkin, anaqalari bo'lishi mumkin, har xil muammolari bo'lishi mumkin-da baribirga. O'shaning uchun baribirga ham o'qib chiqsa foydali bo'ladi, kerak bo'ladi, yechim topib beradi deb o'ylayman bu kitob. Undan tashqari farzandlarni qanaqa tarbiya qilish, nima qilish kerakligi ham ozgina 30-40% ham aytib berilgan, aytib o'tib ketilgan. Misol uchun ayol eriga bo'ysunmaganda nima qilish kerakligi aytib ketilgan. Payg'ambarimiz unaqa vaziyatda nima qilganlar? Ayollar bilan qanaqa yo'l tutganlar? Shular aytib ko'rsatib ketilgan. Shunaqa qilib juda ham foydali kitob. Yana savollar bo'lsa javob beraman, yozishinglar mumkin. Shu o'qib chiqishinglarni maslahat beraman har bitta qiz yoki o'g'il bolaga. O'g'il bolaga ham juda ham kerakli, chunki menimchalik o'zi o'qib chiqqanimda tushundim, что 60-70%
qo'l bolalarga tegishli joylari juda ham ko'p. Ularda shu o'rgatib ketilganda o'sha ayolga nima qilish kerak, ayollar eriga nima qilish kerak. Hammasi bor, hammasi. Farzandlarga ham nisbatan aytilgan joylari bor. Juda ham zo'r kitob, maslahat beraman. Yana bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Bu kitobni o'zim o'ylab qoldim. Hamma o'sha qiz yoki o'g'il ekanida o'qishni tavsiya qilardim, lekin xohlardim va undan tashqari o'qish, tushunib yetishdan tashqari amalda qo'ldan kelgancha boshidan boshlab oxirigacha amal qilishni ham tavsiya qilardim o'zimga ham shu qatorda. Va shundan kelib chiqqan holda men audio kitob holiga keltirishni xohladim. Chunki menimchalik bu kitob haqida hali audio kitobda yo'q, tarqalmagan deb o'ylayman. Shu sababli audio kitob holiga ham keltirishga harakat qilib ko'rdim, albatta o'zim ovozim bilan. Agar shu yozsanglar tashlab beraman. Bitta Telegram kanalga joylashtirganman. Shu yerda bemalol eshitishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'qib chiqish imkoniyati bo'lmaganlarga yoki o'qishni xohlamaydigan, yoqtirmaydiganlarga ko'proq bemalol eshitishi mumkin va bilim olishi, tushunishi